Gaz qimmatlashdi degan xabarni eshitgan odamning birinchi savoli bitta. Endi oy oxirida qancha to'layman? Menga ham ta'sir qiladimi? Yoki faqat ko'p ishlatadiganlarga tegishlimi? Bugun men aynan shu masalani juda aniq, oddiy tilda tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir xonadon, har bir ijarachi, har bir tadbirkor va hatto gazdan kam foydalanadigan odam uchun ham juda muhim. Chunki tarif o'zgarganda faqat plitadagi gaz emas, isitish, issiq suv, ishlab chiqarish tannarxi, hatto bozordagi narxlar ham zanjir bo'lib ta'sirlanadi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men kimlar ko'proq to'laydi, kimlar kamroq ta'sir sezadi, qaysi joylarda xatoga yo'l qo'ymaslik kerak va o'zingizni qanday himoya qilish mumkinligini amaliy misollar bilan aytaman. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday mavzularni men oddiy odam tushunadigan tilda tahlil qilib beraman. Avval gaz bo'yicha ko'pchilikda bitta oddiy tushuncha bor edi. Hisoblagich ko'rsatadi. Qancha kub metr ishlatsam, shuncha pul to'layman. Lekin amalda tizim bundan murakkabroq. Birinchidan, aholiga alohida tarif bo'ladi. Yuridik shaxslarga, ya'ni korxona va tashkilotlarga alohida tarif bo'ladi. Ikkinchidan, gaz iste'moli mavsumga qarab keskin o'zgaradi. Yozda ko'pchilik faqat ovqat qilish uchun gaz ishlatsa, qishda isitish qozoni, kolonka, issiq suv, pol isitish tizimi qo'shiladi va sarf birdaniga bir necha barobar oshadi. Uchinchidan, ayrim xonadonlarda gaz hisoblagich bor. Ayrim joylarda esa eski tartib, normativ yoki muammoli hisob-kitoblar uchraydi. Endi 2026 tariflari bo'yicha eng muhim o'zgarish nimada? Asosiy mantiq shundan iboratki, gazning narxi bosqichma-bosqich real xarajatlarga yaqinlashtirilmoqda. Ya'ni davlat avval aholiga gazni arzonroq berish uchun katta qismini subsidiya qilib kelgan bo'lsa, endi bu yuk asta-sekin kamaytiriladi. Bu nimani anglatadi? Gaz qazib olish, tashish, quvurlarni ta'mirlash, bosimni ushlab turish, avariya xizmatlari, hisoblagichlar, import yoki ichki resurslarni balanslash hammasi xarajat. Agar tarif juda past bo'lsa, tizim doimiy zarar bilan ishlaydi. Zarar ko'payganda esa quvurlar eskiradi, bosim pasayadi, qishda uzilishlar ko'payadi, investitsiya yetmaydi. Shuning uchun tarif oshishi faqat narxini ko'tarish emas, balki butun energetika tizimini ushlab turish masalasi sifatida ko'rilmoqda. Lekin bu yerda oddiy odamning haqqoniy savoli bor. Men nega ko'proq to'lashim kerak? Men bunga shunday javob beraman. Agar sizning iste'molingiz me'yorida bo'lsa, ta'sir bo'ladi, lekin boshqarish mumkin. Agar uy katta bo'lsa, isitish tizim samarasiz bo'lsa, oynalar eski bo'lsa, qozon yomon sozlangan bo'lsa, to'lov keskin oshishi mumkin. Demak, tarifning o'zi muammo emas. Tarif oshishi bilan birga isrof ham qimmatlashadi. Oldin isrof qilingan 100 kub gaz cho'ntakka uncha bilinmagan bo'lsa, 2026 tariflarida aynan shu 100 kub asosiy zarbaga aylanadi. Asosiy qism bir. Kimlar bilishi kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim unchalik qo'rqmasligi mumkin? Birinchi guruh. Ko'p qavatli uylarda yashaydigan, faqat ovqat qilish uchun gaz ishlatadigan oilalar. Masalan, 4 kishilik oila oyiga o'rtacha endi 20 kub metr gaz sarflashi mumkin. Agar gaz faqat plita uchun ishlatilsa, tarif oshgani ham umumiy to'lovda juda katta raqamga aylanmaydi. Misol uchun, siz oyga 25 kub gaz ishlatsangiz, tarif 1 kub uchun 2 barobar oshsa ham, umumiy farq boshqa kommunal xarajatlar fonida nisbatan kichik bo'ladi. Bunday oilalar vahimaga tushmasligi kerak, lekin baribir hisoblagich ko'rsatkichini nazorat qilishi shart. Chunki ba'zida xonadon kam ishlatadi, lekin hisobda eski qarz, penya, noto'g'ri ko'rsatkich yoki qo'shni bilan aralash tarmoq muammosi chiqadi. Ikkinchi guruh hovlida yashaydigan va uyni gaz bilan isitadigan oilalar. Mana eng katta ta'sir aynan shu yerda bo'ladi. Agar hovli 120 kvadrat metr bo'lsa, qishda oyga 300-600 kub metr gaz sarfi odatiy hol bo'lishi mumkin. Agar uy izolyatsiya qilinmagan, tomdan issiqlik ketayotgan, deraza romlari eski, qozon eski model bo'lsa, sarf 800 ming kubgacha ham chiqishi mumkin. Endi tasavvur qiling. Tarif oshganda sizning 20 kub emas, 6 kub iste'molingiz qimmatlashadi. Farq juda katta. Shu sababli men hovlida yashaydiganlarga eng birinchi bo'lib isitish tizimini tekshirtiring. Qozonni sozlating. Issiqlik yo'qotilayotgan joylarni bartaraf qiling deyman. Oddiy misol olaylik. Bir oilada eski gaz qozoni bor. Uy 50 kvadrat metr, derazalar oddiy, tom izolyatsiyasi yaxshi emas. Qish oyida ular 700 kub gaz sarflaydi. Ikkinchi oilada esa uy 50 kvadrat metr bo'lsa ham qozon zamonaviy termostat bor, tom izolyatsiya qilingan. Eshik derazalar zich. Ular 720 kub sarflaydi. Farq 2 oqo'shon kub
Tarif oshgan sharoitda bu ikki oqko'shon ko'p har oy sezilarli pulga aylanadi. Demak, kimdir tarifdan shikoyat qiladi, kimdir esa sarfni boshqarib, o'z to'lovini kamaytiradi. Uchinchi guruh ijarachilar. Ko'pchilik ijarachi gaz egasi nomida men nima qilaman deb o'ylaydi. Lekin to'lovni ko'pincha ijarachi qiladi. Shuning uchun ijara shartnomasida kommunal to'lovlar kimning zimmasida ekani aniq yozilishi kerak. Agar uyda hisoblagich eski bo'lsa, plombasi buzilgan bo'lsa, qarz bo'lsa, gaz idorasi kelib jarima yozsa, ijarachi va uy egasi o'rtasida janjal chiqadi. Men ijarachilarga maslahat beraman. Uyga kirayotgan kuni gaz hisoblagich ko'rsatkichini rasmga oling, sanani yozing, uy egasiga telegram orqali yuboring. Shu ko'rsatkichdan boshlab men to'layman deb yozib qo'ying. Bu oddiy harakat keyinchalik sizni katta tortishuvdan saqlaydi. 4-guruh kichik biznes egalari. Nonvoyxona, oshxona, kafe, issiqxona, avtomobil yuvish, kichik sex, hammom, tandirxona kabi joylarda gaz narxi bevosita tannarxga ta'sir qiladi. Agar nonvoyxona bir kunda 100 kub gaz sarflasa, oyiga 3000 kub bo'ladi. Tarifdagi har bir oshish nonning somsani ovqatning xizmat narxining ichiga kiradi. Bu yerda xavf shuki, tadbirkor narxni birdan oshirsa, mijoz kamayadi, oshirmasa foyda kamayadi. Shuning uchun biznes egalari gaz sarfini hisoblashni alohida jadvalda yuritish kerak. Qaysi mahsulotga qancha gaz ketadi? Qaysi vaqtda pesh bo'sh ishlayapti? Qaysi uskunalar eskirgan? Hammasini tahlil qilish kerak. 5-guruh ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, pensionerlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, kam daromadli xonadonlar. Tarif oshganda eng og'ir bosim ko'pincha shu oilalarga tushadi. Chunki ularning daromadi o'zgarmaydi, lekin majburiy xarajatlar oshadi. Bunday oilalar subsidiya, kompensatsiya, ijtimoiy yordam mexanizmlarini albatta tekshirish kerak. Ko'p odam baribir bermaydi deb hujjat topshirmaydi. Men esa aksini aytaman. Agar siz murojaat qilmasangiz, tizim sizning muammoingizni ko'rmaydi. Har bir yordam turi uchun alohida tartib bo'lishi mumkin. Lekin odatda mahalla, ijtimoiy himoya organlari, kommunal tashkilotlar va elektron davlat xizmatlari orqali tekshirish mumkin. Birinchi nozik jihat, tarif oshishi hamma uchun bir xil sezilmaydi. Chunki iste'mol miqdori har xil. Kimdir oyiga 12 kub ishlatadi, kimdir 900 kub. Ikkalasi ham gaz qimmatlashdi deydi. Lekin moliyaviy zarba mutlaqo boshqa. Shu sababli men har doim tarif qancha bo'ldi degan savoldan oldin siz oyiga qancha kub ishlatyapsiz deb so'rayman. Siz o'zingizning real sarfingizni bilmasangiz, hech qanday reja tuza olmaysiz. Ikkinchi nozik jihat, hisoblagich ko'rsatkichini noto'g'ri topshirish. Ba'zi odamlar bir necha oy ko'rsatkich bermaydi, keyin birdan katta raqam chiqadi va menga juda ko'p yozishdi deydi. Aslida esa tizim o'rtacha yoki normativ bo'yicha hisoblagan bo'lishi mumkin. Keyin haqiqiy ko'rsatkich kiritilganda farq yig'ilib chiqadi. Shuning uchun har oyning bir xil kunida hisoblagichni rasmga oling. Shaxsiy kabinetga yoki mas'ul tashkilot kanaliga ko'rsatkichni yuboring, kvitansiyani saqlang. Bu kichik intizom sizni keraksiz asabdan qutqaradi. 3-nozik jihat, eski qarz. Tarif oshishidan oldingi qarz va keyingi davr iste'moli aralashib ketsa, odam tushunmay qoladi. Masalan, sizda 300 ming so'm eski qarz bor. Yangi oyda yana gaz ishlatdingiz, penya ham qo'shildi. Kvitansiyada umumiy summa katta ko'rinadi. Odam esa yangi tarif meni sindirdi deb o'ylaydi. Aslida summaning bir qismi eski qarz. Shuning uchun to'lovni tahlil qilganda 3 ta qatorga ajrating. Eski qarz, joriy oy iste'moli, penya yoki qo'shimcha hisob-kitob. Har birini alohida tushunmasangiz adashasiz. 4-nozik jihat, gaz uskunalarining sozligi. Tarif oshganidan keyin ko'pchilik faqat narxga qaraydi, lekin qozon, plita, kolonka, go'relka holatini tekshirmaydi. Eski va noto'g'ri sozlangan qozon gazni ko'proq yeydi. Olov rangi sariq bo'lsa, yonish sifati yomon bo'lishi mumkin. Qozon tez-tez o'chib yonaversa, termostat noto'g'ri ishlashi mumkin. Radiatorlarda havo yig'ilgan bo'lsa, u yaxshi isimaydi va odam qozonni balandroq qo'yadi. Natijada gaz ketadi, issiqlik esa to'liq foydalanilmaydi. Men buni juda ko'p ko'rganman. Usta kelib tizimni tozalaydi, havo chiqaradi, qozonni sozlaydi, odamning sarfi 50% ga kamayadi. 5-nozik jihat, noqonuniy ulanish va plombaga tegish. Men bu masalada qat'iy aytaman. Hech qachon hisoblagichga aralashmang, plombani buzmang, magnit, aylanma g'ur, yashirin ulanish kabi ishlarni qilmang. Tarif oshganda ayrimlar aldab tejayman deb o'ylaydi, lekin bu juda xavfli. Birinchidan, jarima katta bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, gaz bilan o'ynash hayot uchun xavfli. Uchinchidan, noqonuniy ulanish aniqlansa, keyin isbotlash
qayta ulanish, hujjat to'g'rilash juda ko'p vaqt va pul oladi. Tejashning eng to'g'ri yo'li qonuniy va texnik yo'l. Izolyatsiya, so'zlama, nazorat, tartibli hisob-kitob. 6-nozik jihat, xonadon ichidagi iste'mol odatlari. Ko'pchilik gazni faqat katta uskunalar sarflaydi deb o'ylaydi. Aslida kundalik odatlar ham ta'sir qiladi. Choynakni har safar to'ldirib qaynatish, ovqat pishgandan keyin olovni pasaytirmaslik, qozon qopqog'ini yopmaslik, plita ko'zining diametriga mos bo'lmaganda ishlatish. Isitish qozonini kun bo'yi maksimal rejimda qo'yish bularning hammasi sarfni oshiradi. Agar bir oilada har kuni mayda isroflar yig'ilsa, oy oxirida sezilarli kub metrga aylanadi. 7-nozik jihat. Qishda gaz bosimi pasayishi va sarfning g'alati ko'rinishi. Ba'zan bosim past bo'lganda odam qozonni balandroq qo'yadi, plita uzoq yonadi, ovqat sekin pishadi. Hisoblagich esa o'tgan gazni hisoblaydi. Bosim, yonish sifati va uskunaning samaradorligi bir-biri bilan bog'liq. Agar sizda bosim bilan doimiy muammo bo'lsa, buni mahalla darajasida yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozma murojaat bilan ko'taring. Faqat telefon qilib shikoyat qilish yetarli emas, yozma iz qoldiring. Birinchi qadam, oxirgi 12 yil oylik sarfingizni chiqarib oling. Agar shaxsiy kabinet, mobil ilova yoki kvitansiyalar bo'lsa, har oy qancha kub ishlatganingizni yozing. Jadval qiling. Yanvar, fevral, mart va hokazo. Yoniga kub metr to'lov summasi, eski qarz bor yo'qligini yozing. Shunda siz qaysi oyda sarf oshishini ko'rasiz. Odatda eng katta raqamlar dekabr, yanvar, fevralda chiqadi. Aynan shu oylar bo'yicha tayyorgarlik qilish kerak. Ikkinchi qadam, hisoblagichni tekshiring. Plomba joyidami? Raqamlar ravshan ko'rinadimi? Hisoblagich muddati o'tmaganmi? Hujjatlari bormi? Agar hisoblagich tekshiruv muddati o'tgan bo'lsa, keyin nizoli hisob-kitob chiqishi mumkin. Bunday vaziyatda xizmat ko'rsatuvchi gaz tashkilotiga murojaat qilib, tekshiruv yoki almashtirish tartibini so'rang. Murojaat qilganda pasport, uy hujjati yoki ijara shartnomasi, abonent raqami, oxirgi kvitansiya, hisoblagich rasmi kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, qarzingizni aniqlang. Menimcha qarzim yo'q degan gap yetmaydi. Aniq ma'lumot oling. To'lov ilovasidan yoki hududiy gaz idorasidan qarzdorlik holatini tekshiring. Agar qarz noto'g'ri deb hisoblasangiz, og'zaki tortishmang. Yozma ariza bering. Arizada abonent raqamingizni, manzilingizni, hisoblagich ko'rsatkichini, qaysi davr bo'yicha e'tirozingiz borligini aniq yozing. Ilova sifatida hisoblagich rasmi, kvitansiyalar, to'lov cheklari nusxasini qo'shing. 4-qadam, uyingizning issiqlik yo'qotishini kamaytiring. Eng katta tejash ko'pincha devor yoki qozonda emas, tom, deraza, eshik va pol orqali bo'ladi. Tomdan issiqlik ko'p chiqib ketsa, qozon qancha ishlamasin, uy baribir soviydi. Deraza atrofida shamol kirsa, radiator yonida issiq, xona o'rtasida sovuq bo'ladi. Oddiy rezina zichlagich, eshik ostiga to'siq, deraza yoriqlarini yopish, pardani to'g'ri ishlatish, radiator oldini mebel bilan to'smaslik ham natija beradi. Katta ta'mirga pul bo'lmasa ham kichik choralar bilan sarfni kamaytirish mumkin. 5-qadam, qozon va isitish tizimini mavsumdan oldin servis qildiring. Eng to'g'ri vaqt kuz boshidir. Sovuq tushgandan keyin ustalar band bo'lib ketadi. Ustadan faqat yoqib berdi deb ketmasligini so'rang. Qozonning yonish kamerasi, go'ralka, tutun yo'li, nasos, filtr, bosim, termostat, radiatorlar hammasi ko'rilishi kerak. Agar tizimda suv aylanishi yomon bo'lsa, qozon ko'p ishlaydi. Lekin u yaxshi isimaydi. Bu tarif oshgan sharoitda juda qimmat xatoga aylanadi. 6-qadam, termostatdan foydalaning. Ko'p xonadonlarda qozon doim bir xil kuchda ishlaydi. Aslida uyda 20-22 daraja ko'pchilik uchun yetarli. Haroratni 25-26 darajaga ko'tarib, keyin derazani ochib yurish eng katta isrof. Agar termostat o'rnatsangiz, qozon xona haroratiga qarab avtomatik ishlaydi. Kechasi haroratni biroz tushirish, uyda hech kim bo'lmaganda rejimni pasaytirish ham sarfni kamaytiradi. Bu qulaylik masalasi emas, endi bu moliyaviy zarurat. 7-qadam, ijtimoiy yordam imkoniyatlarini tekshiring. Agar daromadingiz past bo'lsa, oilada nogironligi bo'lgan shaxs, yolg'iz pensioner, ko'p farzandli oila bo'lsa, mahallaga murojaat qiling. Sizdan pasport, oila tarkibi, daromad ma'lumotlari, kommunal to'lov kvitansiyalari, bank kartasi ma'lumotlari, uy-joy hujjatlari so'ralishi mumkin. Har bir hududda tartib farq qilishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l mahalla raisi yoki ijtimoiy xodimdan yozma ro'yxat so'rash. Qanday hujjat kerak deb og'zaki emas, aniq ro'yxat oling. 8-qadam, tadbirkor bo'lsangiz, gaz sarfini mahsulot tannarxiga alohida kiriting. Masalan, oshxonada bir kunda nechta porsiya ovqat chiqadi?
Pech necha soat ishlaydi? Qaysi soatda gaz eng ko'p ketadi? Bo'sh yonish qancha davom etadi? Hammasini o'lchang. Agar pech 2 soat bo'sh qizib tursa, bu ham pul. Agar ishchilar plitani keraksiz yoqib qo'ysa, bu ham pul. Tarif oshganda nazorat qilinmagan mayda sarflar foydani yeb qo'yadi. Ba'zan yangi, samarali uskuna sotib olish dastlab qimmat tuyuladi. Lekin 1-2 mavsumda o'zini oqlashi mumkin. 9-qadam, nizoli holatda dalil to'plang. Hisoblagich rasmini sana bilan saqlang, to'lov cheklarini o'chirmang. Mobil ilovadagi skrinshotlarni saqlab qo'ying. Gaz xizmati vakili kelib dalolatnoma tuzsa, o'qimasdan imzo qo'ymang. Tushunmagan joyingiz bo'lsa, izoh yozing. Mazmun bilan to'liq tanishmadim yoki ko'rsatkich bo'yicha e'tirozim bor deb qayd qiling. Keyin murojaat qilish osonroq bo'ladi. Eng katta xato bu hujjatga befarq qarash. 10-qadam, oilaviy energiya intizomini joriy qiling. Bu g'alati eshitilishi mumkin, lekin har bir oila gaz bo'yicha o'z qoidalariga ega bo'lishi kerak. Ovqat pishganda olovni me'yorida qo'yish, qozon qopqog'ini yopish, plitani ishlatib bo'lgach darhol o'chirish, qishda eshikni ochiq qoldirmaslik, bolalarga ham xavfsizlikni tushuntirish kerak. Gaz faqat kommunal xizmat emas, bu xavfsizlik va byudjet masalasi. 2026 tariflaridagi o'zgarishlar hammaga bir xil ta'sir qilmaydi. Gazni faqat plitada ishlatadigan xonadonlar nisbatan kamroq sezadi. Hovlida yashab, uyini gaz bilan isitadiganlar, kichik biznes egalari, issiqxona va ishlab chiqarish bilan shug'ullanadiganlar esa jiddiy tayyorgarlik ko'rish kerak. Eng muhim narsa vahima emas, hisob-kitob. Oylik sarfni biling, hisoblagichni nazorat qiling, qarzni ajrating, qozonni sozlang, uyni issiqlik yo'qotishdan himoya qiling yoki yordamga huquqingiz bo'lsa murojaat qiling. Tarif oshsa, isrof ham qimmatlashadi. Kim iste'molini boshqarsa, zarbani yumshatadi. Sizning xonadoningizda gaz oyiga qancha kub chiqyapti? Hovlida yashaysizmi yoki kvartiradami? 2026 tariflari sizga qanchalik ta'sir qiladi deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyada yozing. Men eng ko'p uchraydigan savollar bo'yicha alohida video tayyorlayman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki kommunal to'lovlar, tariflar, subsidiya va amaliy tejash bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni men sizga sodda va aniq qilib yetkazishda davom etaman.